Assalamu alaykum qadrli radio anglış dostlar. Tövende Süngül Canışıp hanım yazgan Köz Yeşidan nemdelgen Zemin namlıq tarixi əsliminin davamını anlatımız. O'qish bitirish murosimi 1957 yılı iyun Ürümçi şehri Sharqiy Turkiston marş kuyuning sadosi va yildiroz olqishlar orasida cheksiz hayajonlar bilan sahnaga qarab mandim. 800 odamni Xanching qulubining hashamatlik yasalgan gullar bilan zinnatlangan sahnasida diplom tarqatayotgan ikkinchi qizlar o'tir maktabining mudiri Rizvon Apay ikki qo'li bilan mening 10 yillik emgak nevam bo'lgan maktab bitirish diplomimni qo'limga berib, mehribon onlardek yaqinlik kulimsirash bilan meni tabriklab, qo'llarimni chingizib turib, o'qishimga natija, kelajagimga baxt tiladi. Shuning bilan sahnadagi barliq o'quvchilar birining keyindan biri kelib, qo'l elishib tabriklashdi. Qulupqa bir-birdan chiroyli, bir-birdan umoq, go'zal kiyingan qizlar o'tir maktabining barliq o'quvchilari yaqinlik kulishlari bilan bizlarni tabriklab, olqishlarni yangirtatdi. Qulub ichiga esilgan lozinka, shar va bezak qog'ozlari xo'shallik belgisi bo'lib yelpinib turardi. Bu bizning maktab qo'yindan ayrilishimizning oxirgi minutlari edi. Hayajon ilkida ko'nglim ko'kda yulduzlar ara uchatdi. Mening uchun butun o'qishlar ozlik qildigandek, dunyoning barliq sirlarini bilgim keladi. Yozuvchi yoki shoir bo'lib, dunyodagi zulmga qarshi qalam bilan kurash qilib, botir xalqim bilan go'zal vatanimni maqtab, ko'ngil havaslarimni kuylab yozgim keladi. Doktor bo'lib, kasallarni og'riq azobidan qutuldirib, balki o'lmaslikning yo'lini topqim keladi. O'qituvchi bo'lib, kelgusi avlodlarni tarbiyalab, yer yuzida mashhur bilim egisi qilib chiqarg'im keladi. O'z ko'nglimda har narsa bo'g'im keldi. Odamning ko'ngli nimani tilmaydi? Ammo taqdir nima? Hozirlab qo'yganni Alloh o'zi bildi. Dil tuzish harakati 1957 yili sentabr Ürümçi shahri Sharqiy Turkiston kanikoldan kelsam, meni Xinjiang tibbiy institutiga o'qishga bo'lib, hatto mening o'rin ko'rpa va barliq narsalarimni ko'chirib olib qo'ygan ekan. Bizning qarorga G'o'lja, Cho'chak, Oltay va Ürümchidan bo'lib 125 o'quvchi kelgan ekan. Qizlar maktabidan 6 qiz bo'linib keldik. O'qish boshlanib, uzoq o'tmasdan o'quvchilarning hammasi bilan tanishib, do'st bo'lib qoldim. Biz berib 2 kundan keyin istil tuzish harakati boshlandi. Tibbiy institut bo'yicha butun o'qituvchi, o'quvchilar, doktor, sestralar, ishchi kadrlarni yig'ib, maktab zalida istil tuzish harakatining boshlanish safarbarlik yig'ini o'tkazildi. Bu harakat faqat milliylar uchun bo'lib, Xanzu o'qituvchi, o'quvchilar va butun ishchi xizmatchilar o'zlarining o'qish, xizmat ishlarini davomlashtirdi. Yig'inda hamma gullar tang echilsin, hamma qushlar
bäs sayrasın prinsipiga asosan har bir odam partiya, hukumat va davlat ustida qanday kamchiliklar bo'lsin, har kim o'z ko'ngligini o'tirib qo'yib sayrasın. Shuningga asoslanib davlat qonun siyosatlarini o'zgartirib chiqadi deb kishilarni cho'ng, o'rta va kichik guruhlarga bo'lib sayrash harakatlarini elib bordi. Echilib sayrashning kelajak xalq turmushini yaxshilashga ko'p foydasi bor deb maqtab tashviq qiladi. Shuning bilan o'qish to'xtatilib, har kuni guruhlarga bo'linib, echilib sayrash elib berildi. Har kim o'z ko'nglidagi o'y-fikr, ko'z qarashlarini va bilganlarini sayrashga boshladi. Dastlabda oddiy narsalar ustida sayragan bo'lsa-mu, keyin fikrlar cho'nqurlashib, Şinjanning mustaqil bo'lishini, o'z huquqini, o'z boyligiga o'zi ega bo'lishini va Xanzu xalqlarini o'z yurtlariga qaytib, Şinjanni bo'shatib berishni o'tirib qo'ydi. O'ginishda Şinjan o'z oldiga mustaqil respublika bo'lishi kerak. Respublikaning avtonom rayonidan ko'p ortiqchiligi bor. O'z oldiga bayrog'i, gerbi, qonun siyosatlari bo'ladi. O'z huquqini o'zi yurgizib, o'z yeriga, o'z boyligiga o'zi ega bo'ldi. Shuning uchun bizga respublika kerak degan fikrlar o'tirib qo'yildi. Butun o'quvchilar va kadrlar bu fikrni qo'llab chiqdi. Hamma kishi hayajonda butun kun echilib sayrash elib berildi. Bu o'ginishda fikr qatnashtirmaganlarni cho'ng xatlik tom gezitiga og'ziga qulub salg'iliq rasmlarni chizib, maktabning ham yeriga chaplab masxara qildi va guruhlarda harakatlarga qarshi deb tanqid qildi. Shuning uchun bu harakatda hamma odam fikr qatnashtirishga majbur edi. Sayramay mumkin emas ekan deb ko'pchilik oldida so'zlash qiyin bo'lsa-mu, menmo o'z fikrimni o'tirib qo'ydim. Biz Tatar boshlang'ich maktabida o'qigan vaqtimizda bizga 1949-yili Toshkentda besilgan 4-sinf o'qish kitobining oxiridagi Şinjanning qisqacha tarixini dars qilib o'qitgan edi. U kitobda Şinjan azaldan Uyg'ur xalqining o'z yeri bo'lib, mustaqil davlat edi. Jungoning, ya'ni Xanzu xalqining yeri faqat Sadichin seplining ichi bo'lgan deb yozgan. Meningcha bo'lganda Xanzu xalqi Şinjandan chiqib yerni egisiga bo'shatib bersa bo'ladi. Xanzular Şinjanga kelgandan keyin kechalari ko'chada kishilarni bulab-talab, odamlarni bekordan urib o'ldirib, Şinjan xalqining tinch turmushini buzdi. Xanzu xalqi mundaq qilaversa, Şinjan xalqi uchun zo'r ofatdir, dedim. Bundaq fikrlar butun o'quvchilar tarafidan takror o'tirib qo'yildi. Sayrash harakati haqiqatan qizg'in elib berildi. O'quvchilarning hammasida mustaqil respublika bo'lish umidi borliqqa keldi. Bir qancha oy o'tgandan keyin sayrg'uvchilar o'ngchi, yerlik millatchi, o'ng'u moyil, tanqid obyekti degan tiplarga bo'linib kurash qilish bosqichi boshlandi. O'ngchi, yerlik millatchi deb qalpoq kiygizganlarni maktabning cho'ng zalda o'quvchi, o'qituvchi, butun ishchi xizmatchilar kurash yig'ini o'tkazib, har kuni ularni o'tirib turg'izib qo'yib, maslangni topshir deb qistaydi. Ular og'zini ochib so'z qilguncha bir qancha aktiv o'quvchilar sakrashib turib, ularning so'zini prinsip ko'tarib, barmoqlari bilan ko'zlariga cho'qib, qop-qarsiga tuhmat qiladi. Kekirtaklari yerilg'udek vaqirab, shuar tovlaydi. Ularga qo'shilib, butun zaldagi odam tang shuar tovlashga to'g'ri keladi. Agar bir odam shuar tovlamay qolgan bo'lsa, yoki mugdab qolgan bo'lsa, shu minutda o'tirib so'rab chiqib, jinoyatchilarga hissashlik qildi deb ularni urib kurash qiladi. Zalda tamakining ko'p islardan ko'z ichib bo'lmaydi. Tamaki chekmaganlarmi is yutib, o'klari echib, yutilib, jinimiz qammagan siri kurash yig'ini uzunga so'zladi.
odamning ruhini azoblaydigan bu kurash yig'inlaridan to'yib, bezor bo'lib ketdik. Ko'plagan kurash obyektlarining birisi bo'lgan maktab mudiriyat ishxonasining tarjimoni Tursun Qosimovni kecha-kunduz kurash qilish 3 oy davom qildi. Bir kun atigan Qosimov yo'qolib ketdi. Hamma kishi uni kutatdi. Uni izlab chiquvchilarni topolmay qaytdi. 3 soatdan keyin aktiv o'quvchilar uni urib so'qib so'rashtirib zalga elib kirdi. U zalga kirganda uning g'alati yastilgan chechini ko'rib, butun o'quvchilar qaqoqlab kulib ketdi. Beshining ustida kichik choy chinisdek yerda yumloq qilib chosh qoldirilib, qolgan yerini parqirtib, qirdirib kelgan ekan. Qosimov o'zi o'roq, iyiz bo'yliq, gavdali kelgan chaqir ko'zlik, so'zman odam edi. U yastilgan chechi bilan texmo boshqacha ko'rinib ketdi. Ko'rgan odamning haqiqatan kulgisi keladi. Helqi aktiv o'quvchilar uning yoqasini tutib, uni yana urib, silkib dushkanlab yurib, kurash qilishga boshladi. So'roq uning chechi ustida to'xtalganda, u burunqi Xitoy podshohining chashbosini bo'lib, "Men shunga o'xshatib yasatdim. Shunda qilsam, millatchi degan nomdan va bu isiltiz sharqsidan qutlarmanmikin deb qildim" dedi. Uni dumbalash texnik kuchib ketdi. Ikkinchi qaror o'quvchisi Abdukarimning bu qatimqi kurashdan qo'rqqanmidi. U Milliy armiyaning 3 viloyat inqilobiy sepida xizmat ko'rsatgan doktor bo'lib, bilim oshirish uchun G'o'jidan kelgan o'quvchilarning biri edi. Uningga o'xshash milliy armiya sepidan kelgan yoshli cho'ng o'quvchilardan xili bor edi. Abdukarim fakar bo'yliq, gavdali kelgan, mijozi eg'ir, kamsiz odam edi. Uni G'o'zi shahrining shahar boshlig'i bilan bo'lgan munosabatini topshir deb 4 kun kurash qildi. 5-kuni atigan Abdukarim o'zini o'ldiryapti degan so'z o'quvchilar orasida puri ketdi. Soat 9 bo'lmasdan butun odamni maktab zaliga yig'ib, Abdukarimning o'zini o'ldirganligi haqida uqtirish qilib, o'lgan odamning ustida 2 soat kurash yig'ini o'tkazdi va har birimizga Abdukarimga qarshi cho'ng xatlik yezib yozishga buyruq qilib, maktabning butun tomlarini cho'ng xatlik yezib bilan to'shtirib. U odam ustida sinfiy dushman, xalq dushmani, xoin, jahil unsur, inqilobga qarshilik qilgan o'ngchi, millatchi degan qalpoqlar bilan xulosalandi. U marhumni 3 viloyat inqilobiy sepida birga bo'lgan zamondoshlardan 4 saboqdosh qo'l arvsda so'rab berib, Yeşildağ tağının üstüdeki Qo'yzola qabristonligiga ko'mib keldi. Cho'ng umid bilan o'qishga kelgan bechora Yeşildağ ustida marhum bo'lib yolg'iz qoldi. Allah jannat ato qilib, qabri ustida qizil gullar unib chiqsin. Bu o'g'inish jarayonida nurg'ulg'an doktor, o'quvchi, kadrlarni va bir qism saboqdoshlarni so'rab chiqib, qalpoq kiygizib kurash qildi. Shinjongning mustaqilligini hamma o'quvchi devidak qo'llaganimiz uchun barliq o'quvchiga qalpoq kiygizish mumkin bo'lmasdan, guruhlar bo'yicha tanqid qilib yig'in o'tkazildi. Mening bergan fikrim uchun meni yig'inda tanqid qilib chiqdi. Qimmatli radio anglag'ich do'stlar, bu tarixiy aslimning davomi keyingi qatim davomli qo'zg'olonlarda bo'ldi. Diqqati bo'lganlarga ko'p rahmat.